Subsidiyachilar diqqatini yurtdoshlar Urganch shahar Xalq markazidan 2 kanal kvartirani sotib qo'ydik. 6,5 million so'mdan ekan. Naqd pulga kelishilgan demak ekan. Lokatsiyamiz Milliy bankdan Lucho'ya girib kelamiz. Ahmad Chizning doğrusundan gelsangizlar, yangi domlarimiz bu yerda parkovkalar yetarli, ko'rib tursiz. Novostroykalar hammasi balalar o'yinga ham bor. Shu domimizda 5-etajga ko'tarilamiz. Like'larni bosinglar. Yaqinlar ulashib qo'yinglar do'stlar. Naqd pulda kelishilgan demak ekan. Girib obzorni qilib chiqamiz. Gazi bor do'stlar. Gazi. E'tibor beringlar. Yangi domlarda hozir muammo bo'lib turibdi. Lekin gazınız VIP inşallah. Qani ketdik. Men yurtdoshlar kvartiramizga yetib keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Girish qismimiz steshkasi qilingan, suvog'i qilingan. Yurtdoshlar mansard emas, plita bilan bosilgan, gipsokardon bilan obshivka qilib qo'ydilar. Oyoq ostini aytdik, rovni etib steshka qilingan. Xonalarimiz bilan qator danishib ketaveramiz. Faylimizning kengligini ko'ringlar. Montajlar ham qilingan bo'ladi yurtdoshlar. Katta akvayna. Umuman gap topolmaysizlar. Proyekti skvoznoy. Lokatsiyasi Urganch shahar Xalq markazida. Bu zalimiz bo'ladi yurtdoshlar. Zalning kengligini qaranglar. Baland solingan dom bo'ladi. Umuman gap yo'q. Gazi, suvi, sveti yangi domlarda hozir muammo bo'lib turibdi. Gaz problema bo'lib turibdi, lekin bunda inshaalloh gazimiz VIP zo'r lokatsiyadamiz do'stlar. Yaqinlar bilashinglar. Tak, bu yerda sanuzelimiz. Sanuzel keng olingan bo'ladi. Sustayaklar kelib turibdi. Endi bu yer kuxnyaning kengligini qaranglar yurtdoshlar. Kuxnya katta kvadratni tushgan. Kvadrat metrlarini ham aytib o'tdik. Gaz uchotchilar kelib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu lombalar ham urilgan. Balkon ham bor. Do'stlar, balkona chiqadigan bo'lsak, balkonda parkovkalarni ko'ribsiz. Domni arka elde devreki balalar o'yinga qiymundan birisi. Ondan birisi. Xudo xolasa savdosini qilamiz. Subsidiyaga 6,5 aytib ekanlar. Naqd pulga kelishamiz ham dedilar do'stlar. Proyektini ko'rdingiz. Skvoznoy koridor keng, prixожий zonalar bor. Like'lasizlardan do'stlar, yaqinlar bilashinglar. Nasib etsin. Alloh bizani sababchi qilsin. Aman bo'lin.